Boshladik. Navbat charchamayapsizmi? Yo'q, charchash yo'q. Bugun massa kun boshlandi, xudo xolasa. Mana Aha. maslahat siz bilan aylanmoqchiman. Ko'rsatasiz menga? Inshaalloh. Xo'p, keyin zubnoga. Xudoga xudo xolasa. Ana. Opam endi men bilan bu xatnolarida fitness qiladilar qo'shilib. Assalomu alaykum. Bugungi kunimiz aylanish. Maza qilib aylanar ekanmiz bugun Samarani. Inshaalloh. Ana, opam Zarulom meni aylantirar ekanlar. Bozorga keldik. Kiyim qarayaptilar. Opam yo'q desam ham mendan esdalikka sizga dedilar. Narsa olib beraman. Juda güzel, yavaş yavaş yavaş. Sesini çıkarken. Oldin razmer topolmasdim. Hozircha razmerlarim chiqyapti bozorlarda. Yoqdimi opa? Shu yarashmi? Qora kiymasdimi lekin yaxshi. Ayolga o'xshadi. Она не хочет еще джинсы мои померить. Там узкие такие, вот такие классные есть. Узкие. Opa, oling chopqani aylana. Очень красиво. И очень идет. Стройняк, очень. Judayam chiroyli. Siz prямо nima qilib o'zganingizni. Ozish boshladi shuni. Ozish boshladi. Ko'rsa 10 kiloda qanaqa. Endi pisat qilasizmi? 20 kiloda qanaqa o'zgarish bo'ladi inshaalloh. Hech zo'r bo'ladi inshaalloh. Juda chiroyli narsa. Oldik. Oldik. Kelib gaplashaylik, damlar unutib, sarab bo'lsin hasratlarim, seni sevgim kulib, baxtimdan quvonib yuraman. Sevmani qamdadan tortib, ko'ksimga boshing qo'yib. Mana hammamiz jamimiz. Bugun mana Qo'qolasa ishlarni davom ettiryapmiz. Opani Qo'qolasa Samarqandga borganchilari umuman ishlarda muammo bo'lmaydi. Inshaalloh. Bu yerda birorta stomatolog to'xtatib olib tish to'g'rab beraman desa yo'qmi? Mana opa bugun meni kiyintirdilar. Opa umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yaxshi kunlaringizda men ham qaytaray ilohim. Har doim xursandchilikda yuring. Men juda xursand bo'ldim. Mana rosa chiroyli ekan. Yoqdimi sizlarga? Maşallah. Ana, rahmat.